Assalomu alaykum, hurmatli Rivoj 98 YouTube kanali obunachilari. Bu hech qanaqangi jiddiy kontent emas. Albatta, tabiiy holatda Quvada joylashgan ushbu 2 yildan buyon hamkorlikda ishlab kelayotgan obyektimizga temir beton plitalarni mana narigi binoni ko'rsatib qo'ying. Narigi binoga montaj qilib, u bino bitqizilib foydalanishga topshirilgan. Lekin mana bunisiga yaqinda mana oxirgi qavatiga 4 qavatdan iborat aka. 4 qavat, 5 qavatdan iborat oxirgi qavatiga temir beton plitalarimizni olib kelib montaj qilishgan. Mana sizlar bilan hozir obyektda bir qator aylanib chiqamiz. Quruvchi akalarimizga shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, siz mana shunaqangi katta ob'yomdagi obyektingizga temir beton plitalarni qayerdan topishni bilmayotgan bo'lsangiz, ya'ni sifatlisini, davlat standartlariga javob beradiganini qayerdan topishni bilmayotgan bo'lsangiz, mana shu ekranda raqamlarimizni qoldirib qo'yaman. Rivoj 98 kompaniyasi sizga temir beton plitalarni, nafaqat temir beton mahsulotlarini 6 turdagi cheklanmagan miqdorda istalgan ob'yomda yetkazib bera oladi. Hoziroq mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz haqida, narxlari haqida sotuv menejerlarimiz to'liq sizga ma'lumot berishadi va mana shu videoga Instagram sahifamizni ham qoldirib qo'yamiz. Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroqchani bosib YouTube kanalimizga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qiziqarli, foydali mana shunaqangi obyektda qiziqarli kontentlarimizni sizlar bilan ulashib boramiz. Qani ketdik. Aynan 5 qavatdan iborat ekan. Narigi bino aytib o'tganimdek, u bino ham 5 qavatdan iborat. Pastki tomoni mana pochta, maishiy texnika mana shunaqangi sohalarga berilgan ekan ijaraga va tepasi yashash xonadonlari hisoblanar ekan. Aynan mana bu keyingi obyekt ham xuddi shu tartibda qurilgan. Mana yaqindan ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Temir beton plitalari to 0 dan boshlab bitgungacha Rivoj 98 da temir beton plitalari bilan foydalanib qurishgan. Aynan temir beton plitani sifatliligini qayerdan bilsa bo'ladi desangiz, mana tekizligi, qorni osilib qolmasligi, o'rtasi qanaqadir ma'noda ochiq qolib ketmasligi o'zi temir beton plitalarning sifatliligini ko'rsatadi. Mana ikkinchi qavatda ham ko'rsalaringiz bo'ladi. Temir beton plitalarimizni montaj qilingandan keyin qanaqa qulay holatda turishini. Nafaqat montaj qilganingizda muammo tug'dirmaydi, balki davlat standartlariga 100% javob beradi temir beton mahsulotlarimiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'ragan bo'lardik. Do'stlar, orada bu reklama emas, lekin Instagram sahifamizga, YouTube sahifamizga, ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib boradigan obunachilarimizga mana shunaqangi sovg'alarimiz mavjud. Bu sovg'ani olish uchun nima qilishimiz kerak demoqchi bo'lsalaringiz, YouTube kanalimizga yoki Instagram kanalimizga yoki Telegram kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Va bundan tashqari, xudo xolasa rejalarimizda bor. Bundanda yaxshiroq, bundanda zo'r sovg'alarimiz bilan obyektlarga tashrif buyuramiz, quruvchi akalarimizni xursand qilamiz. Videoga bitta like bosib, mana shu quruvchi akalarimizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek, temir beton plitalarimizni montaj qilishda va montaj qilgandan keyin hech qanaqangi muammo tug'dirmaydi. Buni tabiiy holatda, tabiiy o'zlaringizga kontent qilib ko'rsatdim. Nimaga? Quruvchilarimizda aynan bizni gapirganimizdan ko'ra ko'proq ko'rsatganimiz yaxshiroq ishonch uyg'otadi. Nima demoqchiman? Mana 5 qavatli bino bo'ladigan bo'lsa, o'sha davlat standartlari asosida necha qavatgacha plita montaj qilish kerak bo'lsa, katta ob'yomdagi obyektingizni bemalol ishonib Rivoj 98 ga topshiring. Ekranda yana bir bor raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Ana shu raqamlarga murojaat qilib, cheklanmagan miqdorda katta ob'yomda temir beton mahsulotlariga buyurtma berishingiz mumkin. Va undan tashqari YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Mana shunaqangi foydali ma'lumotlarni sizlar bilan xudo xohlasa ulashib boramiz. Videoga bitta like bosib qo'ying. Hammaga rahmat.